Assalamu alaikum köpçülük. Biz bugün pul ve kredi doğrultusu dersimizi devamlaştırıp Merkezi Bank'ın pul siyaseti, Merkezi Bank'ın iqtisat umumu aylınatkan pul teminatını ve kreditini qandaq kengaytip ve qısıp turdağalık doğrultusunda toxtalımız. Merkezi Bank'ın qandaq pul siyaseti ep bardağını düşünüş üçün biz avval ötkenki mezmundaki pul ve kredit arasındaki derecelik ve tabiiqilik farqini qayta bir eslab o'taylik. Biz bu yerda pul piramidasi deb atagan bu piramidaning eng ustungi qavatida oltin turdi. Nima uchun deganda oltin kishilar necha ming yillar ishlatib kelayotgan, biz aytgan pulning 3 muhim funksiyasini eng yaxshi ijro qilib kelayotgan, hammadan o'rtaq e'tirof qilgan bir xil pulning shakli. Ama iqtisod murakkablashgan sari biz kunlik turmushimizda oltinni ilm berim qilmaymiz. Chunki oltinning miqdori oz. Hozirgi bizning umumiy iqtisodiy faoliyatlarimizni almashtirishga mos kelmaydi. Oltinning umumiy miqdori butun dunyodagi umumiy oynatgan iqtisod qaraganchada ko'p oz. Mesela oltinning hozirgi bozor qiymatini qarasak, biz 20 trillion atrofida, ama dunyoning iqtisodi necha yuz trilliondan oshib ketgan dunyoning umumiy ishlab chiqarish kuchi. Şuna altın günlük turmuşumuzda ipsetilmaydı. Ama merkezi bankalarının, devletlerinin hazinesinde saklandı. Ondan keyingisi xalqaro obort puli, yani dollar. Altından sırt devletlerinin, ma'lum bir devletning şu mezgildagi dünya tertibida eng muhim o'rin turadigan, dünya iqtisodida eng muhim o'rin turgan devletning puli. Bu xil pulni devletlar o'zaro so'lida ishlatadi. Kishilar dünyada qaysi joyda kishilar umuman e'tirof qildi. Bugungi kunimizda bu xil pul Amerika dollari va Amerika dollari nomida hisoblangan Amerikaning davlat qarzlari. Pul piramidasida undan tuvan turadigan pulning shakli davlat pullari. Yani biz kunimizda ishlatgan yevro, frank, Yaponiya yeni, Xitoy puli, Turkiya lirasi degan davlatlar o'zlari besib chiqqan pullar. Merkezi banka dal mushkil pulni besib chiqish ve taqish huquqiga ega. Merkezi Bank bu siyasetini devletning uzun mezgillik pul muomala sistemasining muqimligi uchun olib boradi. Har qaysi hukumatlarning sharti bo'yicha yoki har qaysi hukumatlarning besim bo'yicha chiqmaydi. Merkezi Bank shuning uchun hukumatdan ayrim mustaqil bir davlat apparati. Hamda bizning bankalarımızga, bank amonat, bank hisobotimizga pullar shu Merkezi Bank besib taqqan davlat pulining ustiga qurilgan pul. Hamda bizning bank hisobotimizga pullar biz bankka qo'ygan, amonat qo'ygandan keyin bankning bizga chiqarib bergan qarz vujud amaliyotda. Hamda biz bank hisobotimizga amonat pullar orqali kredit olamiz, kredit beramiz. O'zaro bir-birimizga qarz beramiz. Ya'ni biz deymiz ki tijoratda o'tni yerim qilmasak tijorat bo'lmaydi. İlim berim qancha asosiy faoliyat olib borgan chog'da molni topshirish bilan pulni naqdlashtirishning vaqti tamomlaydi. Shunday bo'lki, bu arada kredit alishadi. Ya'ni bir-birimizga qarz berib turish zaruriyati tug'ildi. Bu xil qarzni albatta bir-birimizning bank hisobotimizga pulimizni qarab, amaliy iqtisod ahvolimizni qarab turib beramiz. Shunga bank hisobotidagi umumiy bir davlat xalqlarning bank hisobotidagi pulining ko'p oz bo'lishi shu davlatga olingan kreditning ko'p oz bo'lishini belgilaydi. Shuning uchun bu yerda pulning darajasi o'tayotganchada kunlik turmushimiz bizda eng ko'p ishlatadiganimiz meni mush ikki bank hisobotimizdagi pullar shu orqali epsitilgan kredit. Merkezi banka hamda bu yerda mush qizil bo'yalgan rayondagi davlat pulining sonini va uning bahosini kontrol qilish orqali buning ostidagi bu qadamlarni kontrol qilishga boshlaydi. Hamda Merkezi Banka'nın devlet pulunu qanchalik besishi, buning sonini kontrol qilishi amaliyoti yo'q. Buning ustidagi ikki cho'ng pulning, undan yuqori ikki cho'ng pulning qanchalik qilsa qis emasligi bilan bog'liq bo'ldi. Agar dollar qisib olsa, Merkezi Banka'nın o'zining pulini halol besib taqish imkoniyati oz bo'ldi. Agar dollar yoki oltin kam bo'lsa, Merkezi Banka'nın o'zining pulini besib taqish imkoniyatimi kam oldu. Biz keyingi muhabbatlarda ko'ramiz. Merkezi banka o'z davlatining pulini besib kirish orqali
sanini ve onun bahasını kontrol qilish orqali mushu piramidaning qisilishi ve kengayishini kontrol qildi. Şuna mundaqcha aytgancha Merkezi Banka jamiyatga pulning qisınchiligi ve kengchiligi orasida, son bilan sifat orasida, inson bilan imkoniyat orasida talash yapardi. Bu deganlik Merkezi Banka xohlagancha pulning miqdorini ko'paytirib, inson rioya qilmasa, o'zining u pulga olan ishonch ojizlab u pul baholashidi. Unda bo'lgandan Merkezi Bankining öz devletining pul muomala sistemasining muqimligini saqlash iqtidori ojizlaydi, uning bo'lgan ishonchi ojizlaydi. Aksincha Merkezi Banka pulning sifatiga kafolat qilamiz deb pul besishni aslatsa, pulni qissa, u jamiyatga iqtisodiy faoliyatlarning aylanishiga ta'sir ko'rsatadi. Chunki jamiyat pul qissa bo'lganki iqtisod jonsiz bo'ldi. Kishilarning kirimi ozlaydi. Qarz olish qiyinlashadi. Undaq vaqtda iqtisodni aslab deb shu davlatning iqtisodiy sistemasining kengayishiga to'sqinlik qilib qolgan bo'ladi. Shu Merkezi Banka mush ikkisini orasida nihoyatda inchik bir tenglikni saqlash kerak. Shuning uchun hozirgi zamon iqtisod ilmida biz Merkezi Bankning ikki muhim vazifasi bor deb qaraymiz. Bunun birisi mal bahosining muqimligini saqlash, muqim holda eshishini, ya'ni mal bahosining ziyoda qisqa vaqt ichida ziyoda tez o'rlab ketishining oldini olish. Abaqiyimiz aytgancha bu pulning paxallashib ketishini keltirib chiqarish uchun Merkezi Banka pulning paxallashib ketishini har bütün kuch bilan to'saydi. Bir davlatdan pul olgan ishonch ojizlasa, aytgandek shu davlatga kirgan kapital azlaydı. Şu devletning kişileri u pulni ishlatmayotgan boshqa pulning boshqa xil shakllarni ishlatishga boshladi. Ya'ni aytgandek shu devletning davlat puli bo'lgan ishonch ojizlasa, kishilar dollar yoki oltin ishlatishga qarab maqdi. Shu Merkezi Bankaga bo'lgan ishonch ojizlaydi. Merkezi Bankaga bo'lgan ishonch ojizlagandan keyin u davlatning pul muomala sistemasi ravon mangolmaydi. Merkezi Banka shuning uchun shu davlatning o'zining pul bo'lgan ishonchini har qanday bedel to'lashdan ayolmay saqlash kerak. Bu Merkezi Banka'nın birinci vazifesi. İkinci vazifesi Merkezi Banka şu devletinin to'liq ishga o'rlashtirishini. Bu Merkezi Banka'nın vazifesi emas, ama Merkezi Banka shunaqa diqqat qilmagan yeni bir narsa. Merkezi Banka şu devlet iqtisodini ravon mengishini to'sab qo'ymaslik kerak. Ya'ni pulning qiymatini qo'lladim deb ziyoda pulni qisib etib shu devletning iqtisodini kengayishini to'sab qo'ymaslik kerak. Chunki biz normal hayotimizda meyli ishlab chiqaraylik, meyli zavod quraylik, meyli iste'mol qilaylik, qarzga kredit tayanmay yashamaymiz. Hozirgi bulutmazlik jamiyatda. Shuning jamiyatga umumiy kredit pulning aylanishi ravon bo'lmasa, kishilarning ishga o'rlashishi, iste'moli, tijorat hamma narsa ta'sir uchraydi. Bu holatda iqtisod nacharlasa, kishilar bundaq davlatni tutmaydi yoki boshqa ketadi. Bu davlatga bo'lgan bu davlatning kelgusi uchun ishonchmi ojizlaydi. Bu davlatning ijtimoiy muqimligiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun Merkezi Banka o'xshash shaklda pul va ishonchni qo'llaydi deb pulning aylanishini qisib qo'ymaslik kerak. Shu Merkezi Bankaning ikkinchi muhim vazifasi shu davlatda to'liq ishga o'rlashni, shu xil muhitni yaratish, ya'ni shuni kafolat qilish, ya'ni shu ishga o'rlash uchun ikkidan ikkitalik pul va kreditning aylanishini ravon aylanishga kafolat qilish. Endi Merkezi Bankalarning deyilmaydigan üçüncü bir muhim vazifasi var. Bu ko'pincha iqtisod kitoblarida tilga ilinmaydi bo'libmi, yaqinqi 20 yilda bu narsa ham muhim gavdalandi. Merkezi Banka o'z davlatining bank sistemasini va pul muomala sistemasini qo'g'daydigan eng oxirgi qo'rg'on. Ya'ni bir davlatning banklari bo'lgan ishonch ojizlasa, Merkezi Banka darhol o'tirib tushib, shu bankka qarz berib, shu bankining o'zining xaridorlarining omonat pulini to'liq qaytarishga kafolat qildi. Yoki aytgan Merkezi Banka shu davlatning zayom bozoriga, davlat qarz bozoriga bo'lgan ishonch ojizlasa, o'zi o'tirib tushib, shu davlat omonat saqlovchilarning ziynini to'xtab beralaydi. Bizlar 2022 yil 9 oyda Angliya zayom bozorida qalaymiqanchilik ko'rilib, Angliyadagi nurg'un cho'ng pensiya fondlari qo'ldagi zayomni to'kin qilib setishga boshladi. Endi zayom bozori bir davlatning omonat pul saqlovchilari pulni yig'ilgan eng muhim bozorlardan birisi. Shuning uchun Angliya Merkezi Banki darhol orqa tushib, setilgan zayomlarning hammasini o'zi setib olib,
zayon bazarının muqimligiga kapolatlik qildi. 2023 yil 3 ayda pulning yana ziyoda qisqartish sababidan Amerikadagi bir bankka vayron bo'lish kirdiga berib qoldi. Ya'ni u bank o'zidagi amonat pul qo'yganlarning pulini berolmadi. Kishilar bundan azrab pullarni bankdan tez chiqarishga qarab mangdi. Bu ishning yine boshqa banklarning keyin vayron bo'lish kirdiga berib kelishini keltirib chiqardi. Agar vaqti bartaraf qilinmasa, butun davlat xarakterlik banklarning kishilar bankadan pulni chiqarib olgan, banklarga ishonchning ojizlaydigan mundaq bir ahvolning yuz berishining oldini olish uchun Markaziy bank, Amerika Markaziy bankisi Fed darhol har qanday banklarga, o'rta kichikdagi barliq banklarga cheklimsiz qarz beradigan bir turni yo'l qo'ydi. Ya'ni boshqalarning o'zi amonat qo'yganlarning pulni agar o'zi naqd pul bo'lmasa, o'zining o'zida qarz berib Feddan qarz yeb turib, qaytaradigan shu orqali banklarga ishonchni asliga keltiradigan mundaq bir tadbir qo'llanishdan bank krizisining yamrab oldini oldi. Buna misallarni aytib nurg'un bo'libmi keyingi 20 yil ichida zayon bozori, pay bozori bo'libmi Amerikadagi pay bozorining og'ir darajada tushishi, masalan koronaga vaqtga o'xshash, iqtisoddan boshqa hamma sohasiga, iste'molchilarning ishonchiga va mablag' saqlovchilarning, omonat saqlovchilarning bevosita mol mulkining qimmatiga ta'sir ko'rsatgan bo'lmoqda. Markaziy bankka pul muomalasi sistemasining muqimligini qo'g'dashni o'zining to'la deyilmaydigan bir vazifasi qatorida ijro qiladi. Shu mablag' saqlovchilarda Fed Markaziy bankka qarshi chiqmagan bir gap bor. Bu deylik, Markaziy bank pulni qissa hargiz xatarga tavakkul qilma. Ko'pincha Markaziy bank qisqan pulni qisqa vaqtda ko'pincha holatda naqd pul yoki bo'lib naqd pul va nechonroq tutib kreditdan pul muomala bozoridagi boshqa qatorlik mulklarni yiroq tutib keldik. Agar Markaziy bank pulni kengaytsa, naqd puldan bakrak xatarlik mulklarga mablag' silishni boshlasan pul deylik. Ya'ni bu Markaziy bankining pulni kengaytirish va qisish yo'nalishiga qarab turib bozor ish tutsam jiq ziyon tortmaysa degan bir ma'noni bildiradigan bu Markaziy banklar asosiy rolni olgandan boshlab, 1970-yillardan keyin Markaziy banklar asosiy rolni olgandan boshlab Wall Street'da doim deyilib kelayotgan bir shuar. Apa aytgandek, Markaziy bankning asosliq funksiyasi muqimlikni saqlash, ya'ni mol bahosining muqimligini saqlash, iqtisod ishning muqimligini saqlash, pul muomala sistemasining muqimligini saqlash. Biz bu grafik qarasak, Markaziy banklarning shu xil nishoniga qadam-qadam yetishayotganini ko'ra olamiz. Ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan burun Markaziy banklarning roli ancha yuqori emas, kuchli emas vaqtlarda iqtisoddagi davolanish nihoyat kuchli. 10-15% o'rlaydigan, andan keyin tezligini o'tib 10-15% tushadigan GDP'da. Bu xil ahvol doim ko'rilib turadi demografik qarasang. Keyin bu xil tavinish barbara ostidagi Markaziy bank iqtisodni muqimlashtirishga qarab mangdi. Bu 1950-yildan toki 1980-yillargacha iqtisod muqimlashga qarab mangdi. 80-yildan keyin bu narsa texnik aniq ko'rinib, iqtisodning muqimlashishi nihoyatda utuqliq bo'ldi. Hamda bir qism bo'lib 2008dagi ma'vo iqtisodiy krizini hisobga olganda Markaziy bankka asosan Amerikaning gapini qilyapmiz. Asosan iqtisod ishining muqim pul muomala bazalarining muqim bo'lishiga har xil amallardan kapolatlik qildi. Ya'ni bu jihatimiz Markaziy bankining rolini bag'asir kuchaydi deb ayta olamiz. Endi Markaziy bankka qaysi holatda iqtisodni tutib mangsa, iqtisod qanday ta'sir ko'rsatsa, iqtisodni va mol bahosini muqim tutgan bo'ldi. Masalan, Markaziy bankning nishoni nima? Iqtisodni muqim tutishga, masalan 5% da muqim tutamdi, 3% da yoki 0 da degani bilish uchun normal iqtisod ishining tarixdan buyon normal iqtisod ishining qancha ekanligini bilish kerak. Markaziy bankka normal pul muomala pul baholigining 2-3% atrofida bo'lishini eng muvofiq deb qaraydi. Endi bu 2-3% nurg'un aytganchada dunyodagi umumiy iqtisod ishining uzun yillik o'ttirchi iqtisod ishining qancha ekanligi bilan munosabatlik. Albatta, agar masalan yangi iqtisodda yangi taraqqiyot qilgan bir davlatlar olib qolsa, yiliga 5% undan yuqori sur'atlar oshsa cho'ng masala yo'q. Ammo iqtisodning
izchil şöhretini saqlash uchun iqtisodiyotni 2-3% atrofida assa, mal bosim 2-3% atrofida assa, kishining maoshimi 3% atrofida assa, bu hamda eng muvofiq holatdagi iqtisodiy ish deb qaraldi. Mal bosi undan tez ishib ketib qolsa, mal bosining o'rilishini kontrol qilish tasavvuf qoldi bo'lganlari, uning tuvan holatda bo'lib qolsa, mal bosining ishi 2% ning tuvan bo'lib ketib qolsa, u hamda mal bosining muqim izchil o'smaganlikdan shirkat korxonalarning foydasining ozayishini keltirib chiqardi. Bu yana o'z oldida boshqa bir iqtisodiy masalalarni keltirib chiqardi. Shuning uchun iqtisodning eng avval iqtisodning yani umumiy namdagi iqtisodning 4-6% atrofida o'sishini, pul paxalligining 2-3% atrofida o'sishini, hamda pul paxal umumiy iqtisodning pul paxalligini chiqarayotgandagi haqiqiy iqtisodiy o'sishining o'sha 2-3% atrofida bo'lishini Markaziy bank o'zining asosiy nishoni qilib bekitgan. Har vaqt bu holat turamdi yo'q, ammo iqtisod o'sish mesela normalda bundan bek ishib ketib qolsa Markaziy bank pul paxalligini ansirab pulni qisishga boshlaydi. Bundan ziyoda tuvalab ketib qolsa Markaziy bank ish ko'rilish iqtisodning ishidan ansirab pulni kengaytirishga boshlaydi. Ya'ni abayka holat bo'yicha piramidaning eng muqim shakli mushu ikki ko'ksoqning orasi, ya'ni pul paxalligining 2 bilan 3% atrofi orasida bo'lishi, nominal iqtisodiy o'sishning namdagi iqtisodiy o'sishning 4-6% atrofida bo'lishi, real iqtisodiy o'sishning 2-3% atrofida bo'lishi, bu hamda abay piramidaning eng o'lchamli shakli. Ammo iqtisodiy o'sish bilan tezlashib ketib qolgan chog'da umumiy pul jamiyatdagi umumiy pulning olingan pulning miqdori, kreditning miqdori ziyoda o'rlab ketib qolgan chog'da pul paxalligimi o'lchamni yuqorildi, iqtisodiy o'sish mo'ljalini yuqorildi. Hatto Markaziy bank pulni qisishga qarab mavjud, chunki mal bahosini o'rlab ketib pulning paxallashini ansiraydi. Aksicha jamiyatdagi umumiy pulning miqdori ziyoda qisilib ketgan chog'da iqtisodiy o'sish mo'ljalidan tuvan bo'lib ketib qolgan chog'da iqtisodiy o'sish normal abay aytgan 4-6% atrofidan tuvallab minusga yoki nolga yaqinlashgan chog'da Markaziy bank iqtisodni qaytadan kengaytirishga boshlaydi. Ya'ni jamiyat aniqlan pul va kreditning sonini kengaytirishga boshlaydi. Shundan piramidadan qaytadan kengaydi. Markaziy bank aytgandek, mushu xil shaklda ikki ko'ksoqning orasiga kirishni to'xtamay o'zini nishoni qildi. Endi hozirgi ahvolda Amerikaning iqtisodiy ahvolda pul paxalligi Markaziy bankning nishoniga yaqinlashdi. 2 bilan 3% atrofida, 3ga yaqin, endi 3 dan o'rlab ketish ehtimolligi bor. Lekin har holda qo'rqinchli darajada emas. Real iqtisodiy o'sish 2% dan tuvan. Shuning uchun Markaziy bank hamda pulni ziyoda kengaytirish, pulni asta-asta hozirgi normalda Markaziy bankning o'simni o'stamay yoki tushmay jim turishlik sabablaridan birisi bu hozirgi iqtisodiy o'sish, Amerikaning iqtisodiy o'sishi Markaziy bank o'lgan mush ikki ko'ksoqning orasida turadi, taxminan shuning orasida. Ziyoda qo'rqadek ahvolda emas. Unda qo'yganki Markaziy bank o'simni o'smay turadi. Agar real iqtisodiy o'sish ostilab, mush ko'ksoqning ostiga tushib ketib qolsa, iqtisodiy o'sish davomli, u joyda Markaziy bank abay aytganimiz bo'yicha qaytadan pulni kengaytirishga boshlaydi. Markaziy bank pulni kengaytirsa qanday bo'ladiga qarab boqaylik. Markaziy bank o'zining pulni kengaytirishning ikki xil yo'li bor aytgandek. Biri pulning sonini kengaytirish, ya'ni bevosita bosgan pulning sonini jiqaytirish. Yana biri pulning bahosini to'valatish. Pulning bahosi deyimizmi o'sim. Şu Markaziy bank o'sim tushirishi mumkin. O'sim tushasa, banklar Markaziy bankning puldan jiqroq qarz ola oladi, chunki o'sim to'van, bahosi to'van. Banklar bu Markaziy bankning pulini jiqroq qarz ola olgandan keyin bankning amonat sistemasida pul jiqaydi. Bank sistemasida pul jiqaygandan keyin banklar bizga jiqroq qarz bera oladi. Bizga jiqroq qarz bergandan keyin kredit bizning qo'limizdagi xususiy pul jiqaydi. Shirkat korxonalar banklardan oson qarz ola oladi. Bizim iste'molchilar bankdan oson qarz olamiz şu an kishilarning qo'lidagi pul chiqadi. Shuning bilan pul pag'an sari paxallashib, abaykanik piramida kengaygan sari, ya'ni har xil shakldagi pullarning jiq farq qilmaydi. Shunga kishilar avvalo naqd puldan tashlab, qaysi narsa kengaygan bo'lsa, shu xil pulga qarab mangdi. Unda qo'ygandan keyin
kişilerin iqtisadi işi, iqtisadi faaliyetleriga yeterlik pul var, pul mamul bazarga aylandigan yeterlik pul var, fırsatperest qildigan, qamoqlagan yeterlik pul unda qo'ygan xatarlik mülklarning hammasining bahası üst chiqarapmoqdi. Bu dal 2021dagi ahvol shu. Ya'ni Markaziy bankdan baskan pulning soni bevosita tezca qaytyapti, necha trillion aytyapti. Ya'ni bu bevosita Markaziy bank pul berish orqali davlatning zaymini setib oldi. Undan bankalarga bevosita bankalarga esa pul kirdi. Bankalar zaym setib berdi Markaziy bank bankalarga naqd pul verdi. Bankalar bu pulni bizga qarz berishga qarab boshladi. Yeni birisi bankalar Markaziy bank üstünlüğü nölge düşerdi. Yani bankalar üstümsiz Markaziy bankadan xalagan derecede devlet pulunu alacağını hareketki etti. Şu an bankalarda bank sistemimiz puluna ait tezce kaydı. Bu pulun bir kısmı bizden yan çukumuz kırdı, bir kısmı pul malı bazıra kırdı. Şu an pul malı bazıra kırken bu nimini öğretti. Bütün mülkün bahasını öğretti. Pay çekinin, zayomның, kriptonun, altın gümüşnün, yani kişiler bilim setim kıldıgan hemen esnaf hatta kültürümüzün mal bahasını öğretti. Şu an bu parametre tez süreti kengeyip gitti. Merkezi bankanın pul parametrine tez kengeytişi pul pahalılığını keltirip çıkardı. Hemen esnaf bahası üstten yalqız pay çekilemez, yemek içmekten tartıp kiyim keçe hemen esnaf bahası üstte. Yani yemek ilk katkan pulun sani köp bolğandan keyin işlep çıkaran nesnenin sani ona yetişemeyen ekan, yani malın bahasını üstüne çıkarapmadı. Şu an Merkezi banka pul pahalılığının aldığını için bu parametrenin qaytadan qısışqa başladı. Qısışqa başladı deyimiz pulun sanını azalttı. Hem üsümünü östədi, pulun bahasını östədi. Bu holatda Merkezi bank sistemimiz pulunu sümürüp aldı qaytadan. Qandaq sümürüp aldı? Abay aytgandek, burun Merkezi bankalar pul verip zaym setip algan bolsa bankalardan. Bu qaytadan bankalarga zaym setip berdi. Burun setip algan zaymlarını bankalarga satdı. Şu arqali bankalarning hesabındagi pulni özleri sümürüp aldı. Bankalarga devlet zaymını setip berdi. Yani bankadaki işinchi pulni Merkezi banka sümürülüşke başladı. Yeni bir cihetin Merkezi banka üsümünü yukarılattı. Üsümünü yukarılatırken bankalar Merkezi bankanın aldığı pul qarz alanmadı. Bunun tənərxi yukarıda. Əksi Merkezi bankalar özleriki pulunu Merkezi banka koysa, Merkezi banka odağı yukarı üsüm vergenlikken bankalar işinchi pulunu bizga qarz vermey, Merkezi bankanın hesabında saxlashga başladı. Yani bunun bir üsüm yukarıda. Çünkü şu arqalıq umum pul bank sistemimizdeki pul Merkezi bankanın hesabına qarab axdı. Merkezi banka şu arqalıq cemiyyətdeki işinchi pulunu sümədi. Şu an umumi pul təminatı kısıldı. Pul təminatı kısılan ki bankalardan qarz veriş astıldı. Çünkü bankalar kredit payda qıldı. Bizə qarz verdi. Əlbəttə biz mi bir-birimizi qarz verələyimiz? Çünkü bizden qarz verişimiz mi astıldı? Şunun olan bu piramidadaki fərq çoğuşuq başladı. Fərq çoğulan kişiler axırı anlayken, kişiler bara naqd pul ile adetdeki özleri bazar epsi çıkan pulun fərqini texmi çoğunqur eskilişki başladı. Şu an kişiler bağası naqd pul jügəydi. Şunun pul kısılğandan keyin umum mal bahasıdır mı, payının bahasıdır mı düşüş görüldü. Mal bahası mı düştü, pay bahası mı düştü. Bu da 2022'deki ahval. Endi biz Merkezi bankanın pul siyasetinden qandaq iqtisadga ta'sir göstərdiqini biz burun öngən iqtisadi davriliklə birlə bağlab düşünüp baxaylı. Merkezi bankanın abay etgandek pul siyaseti bir qancha bosqichni o'z ichiga oldi. Bu iqtisodiy davrilikning bosqichlaridan bir-biriga mos keldi. Ya'ni iqtisodning kengayish bosqichida va kreditning kengayish bosqichida, kredit deymiz Merkezi bank taqatgan pul orqali berilgan qarz. Kreditning kengayish bosqichida iqtisodning eshishi eng avval qarzning eshishidan yuqori oldu. Ya'ni men qarz olish uchun avval o'zimning iqtisodning yaxshiligini sizlarga ko'rsatishim kerak. Men bankadan qarz almoqdan burun avval o'zimning shirkatining kirimining ishlayotganligini ko'rsatishim kerak. Men hech qanday pul topmay turib, yemening kirimim oshmay turib bankadan qarz olmasam ma'lum bermaydi. Shunga avval iqtisodda asli kelishi kerak. Shunga dastlab boshlasak, GDP'ning eshishi kreditning eshishidan tez bo'ldi, ammo kreditning ish sur'ati yuqorilashga qarab ma'lum. Kişiler
iqtisadi ahval yaxşılaşıp qarapmagandan keyin kirim aşqandan keyin meyli özünün şəxsi kirim olsun, meyli şirketlerin tapqan tapavut olsun, aşqandan keyin bank bunu köstüp bankadan qarzlaşıp qarapmalı. Bankadan ve bir-birimizden qarzlaşıp qarapmağımız, yani iqtisadını aşırış üçün, işlep çıxışını aşırış üçün. Kreditning kengayişi GDP'nin kengayişinin üstü çıkış qarapmalı bağlan sırandan keyin bu kreditning tez kengayip pişvitleş basqıcı. Yani men bağlan sıra qarzın çık eliş qarapmağım. Yani kirim aşkan sıra özüm bu işençim. Aşıda Merkezi Bankının pulunu kenara seliş, ösümü düşürüşü pulunu kengayışlan bankalarma qarz beriş qarap aldıraydı. Normal iqtisad yaxşı bolgan qarzını ağlanan köpüncüsü qarzını qaytaralaydı. Unda qo'ngan banklar texnik köp qarz berdi. Şunu bilan kreditning eşçine qarzning iş sürati bag'aza tezleşip GDP'nin iş bilan tanışıdı ve onun üstüge çıkıdı. Şunu bilan yani umumiy ilangan qarz yaratılan qimmatning üstüge çıkış qarapmadı. Yani bunu men tapqan paydam bilaga 10% açqan bolsa, men qarz edip tapqan paydamni 10%dan 15% üçün 15% aşadım kileriydi. Yani bu yeri men qarzni cahil işletdim. Ama bağlan sıra bu qarz ilişkim asalaşqan sıra men tapqan qarzni, iyini algan qarzni mühim qimmat yaratışqa emas, başqa işkilib bunu israf qilishga başladım. Şundan qarzning soni aşıdı, ama şu qarz arqali yaratilgan qimmat, tepilgan pulning soni onun qaranda azaldı. Yani GDP'nin eşiği astıldı, ama qarz davamlı eşitmağdı bu. Pul pahalıqı payda buluşqa başlagan vaqt. Yani kreditning kengayip pişbitleş basqıcı. Pul pahalıqı payda buluşqa başlagandan keyin, yani umumiy kengaygan pulning soni, miqdori haqiqiy ishlab chiqarilgan qimmatdan, yani GDP'nin eşiğinin üstü çıketgandan keyin ucada tabiiy holda mal bazı o'rlash qarapmaqdı. Yani besilgan pulning sani 100 milyon desek, yaratilgan qimmat 50 milyon bolsa, ucada aldan qatam qarın mal bazı bir hassa o'rlaydi degan gap. Yani başta 50 milyon pul, yaratilgan qimmat 50 milyon bolsa, mal bazı birde-bir. Ama bağlan sıra yaratilgan qimmat 50 milyonda turaversa, ama besilgan pulning soni 50 milyondan 100 milyon o'rlab ketsa, mal bazı birde 2 ko'p qoldi. Yani 2 dollar pulga 1 dollarlik qimmat setilish to'g'ri keladi. Yani bu yerda mal bazasının o'lishi pulning pahalashishi deganlikdir. Bundaq bo'lganda Merkezi Banka pul pahaligini ansirab, pulni qisishga qarapmaqdi. Buni qisishga qarapmagan deyil, eng avval, eng xatarli saholada, eng ko'p kreditga nima demak tayangan saholada yemilish ko'rildi. Yani qarzini chiqib olgan, shu qarzning ustiga üstlab qarzagan, leverage ishlatgan, pishan ishlatgan sahola yemilish qarapmaqdi. Kishilar eng avval eng yuqori bahos o'rlab ketgan, qarzini chiqib ishlatgan xatarli saholadan o'zi yeb qochdi. Yani 2021 Merkezi Banka pul qisishni boshlaydi degan xabar chiqishidan boshlab nurg'un kripto sohasidagi va Nasdaqdagi nurg'un shu kichik paylar, kripto sohasi kichik altcoinlar eng avval tushishga qarapmaqdi. Nima uchun? Kishilar eng ko'p qarzni shuni ishlatganlik uchun, eng ko'p ishonch xatarlarchidan eng yuqori bo'lganlik uchun kishilar undan chiqishga qarapmaqdi. Shuning bilan shu sohaga jiq mablag' so'rayotgan, jiq qarz olgan shirkatlarning bora-bora vayron bo'lishga qarapmaqdi. Endi bu xil narsa davomlashib, borgan sari jamiyatdagi umumiy ishonchning ojilishiga, kishilarning hammasining naqd pul uchishiga qarapmaqdi. Bu haqiqiy iqtisod ta'sir qilib, iqtisodiy faoliyatlarni ostildi. Iqtisodiy faoliyatlarni ostilgandan keyin Merkezi Banka qaytadan iqtisodiy faoliyatlar ostlab, ishga o'rilishi, ishlashini, normal kunlik turmushiga ta'sir etishga boshlagan kishilar Merkezi Banka qaytadan pulni kengaytirishga qarapmaqdi. Bu asli kelish bosqichi. Merkezi Banka ahvolning jiddiy og'irlashganligini ko'rib, bo'lib men 2023 oylik misolni berdim. Shu Merkezi Banka 2023 yil yozdan boshlab pulni qisishni to'xtatdi. Amma mal bazası yuqori bo'lganlikdan darhol o'simni tushiradi, ama 2024 dan boshlab o'simni tushiradi, ya'ni pulni qaytadan kengaytirishga qarapmaqdi. Bu ham ham kreditning ham GDP'ning asli kelish bosqichi. Yani iqtisod tedrici asli kelişik başladı. Iqtisodning eşik, kreditning eshigini yuqori urdi, ammo kishilarning ishonchi asta-asta